Assalomu alaykum. Aziya fasad klinker ishqibozlari. Mana fasadning plitkalarimiz qotirilyapti. Ko'rib o'tishlari mumkin. Mana rekalat o'qilgan. Mana maloshniy svet bo'lyapti. Hamma joy maloshniy svetidan mana chiroyli chiqyapti, juda lazer. Mana chekkalarga mokri svetda qoshlarimizdan terib yuboryapti, juda chiroyli chiqadi. Mana burchaklarga. Mana rekamiz orqasi havo yurib. Bu plitkalarimiz devor tanlamaydi. Shlaka blok, pina blok, sho'r chiqqan devorlar, paxsa, hammasi ketaveradi. Mana sho'r chiqsa ham devorimizni, mana plitkamizni orqasida qoladi, mana orqasida joy qoladi. Havo aylanib, rekalarimiz ham xudo xolasa chirimaydi. Chiroyli holatda turaveradi. Mana bu joylariga tunikofon yopadi, tunikofon ketadi. Mokri tunikofon ketyapti, juda chiroyli chiqyapti. Mana ko'rib o'tsizlar, juda chiroyli chiqyapti. Mana maloshniy svetimiz juda chiroyli. Mana bu plitkalarimiz har xil turlari bor. Bu lazer ko'rinishdagi maloshniy svetdagi toshlarimiz. Mana so'killariga mana maloshniy nima jigarrang karishni nima urilyapti lazer do'zidan. Juda chiroyli chiqyapti. Mana so'killar ustiga tunikofon ketadi, mana shunday. Mana ko'rib o'tirasizlar, mana chiroyli. Bu fasadniy plitkalarimizni O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda jo'natib beraveramiz. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Bizning kanalimizga ulanib, Telegram kanali, YouTube, Instagram, TikTok hamma narsa bor. Tayda xudo xolasa kirib, ulanib, bitgan uylar ko'p, ko'rib chiqishlari mumkin. Bu laks yepilmagan holati. Xudo xolasa laks yepilsa, juda chiroyli holatga o'tadi, yana yaltirab, chiroyli bo'lib qoladi. Laks yepilmagan holati. Mana plitkalarimiz. Mana plitkalarimiz. Aloqaga chiqarasizlar.